Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mana bugun men olishga keldim. Bu yerda bitta bobkatni ko'rdim, oq. Uni uncha tezligi yoqmadi menga. Hozir bularga keldim. Buni tavsiya qilyapti. Narxini kelishyapmiz. Mana buni ishlashlari ham juda zo'r ekan. Menga hozir bu yoqib turibdi. Mana ishlaganda u bunaqa tez ishlamadi, mana ishlayapti. Mana qarang, mana o'ynatib yuboryapti bu, mana o'ynatib yuboryapti. Bu unaqa ishlamadi, lekin ikkalasining narxida razilsa yo'q. Men mana shuni xudo xolasa olaman deb turibman. Zo'r ekan, mana ishlari ham kompyuter sistema. Hamma yog'i zamonaviy. Mana kelinglar, buni maqtash emas, mana o'zim minib ko'rdim. Men o'zim Sirdaryodan keldim. Mana shuni olaman deb. Nargini olaman dedim. Menga hozircha bu yoqib turibdi. Men mana shuni xudo xolasa hozir kelishsak, bu bolalar bilan shuni baraka qilamiz. Mana ishlashi ham, rollari ham tez ekan. Inshosi yaxshi ekanda, mana qarang tez. Zo'r, gapi yo'q, mana ishlashi ham zo'r, ko'tarishi ham. O'ynatib yuboryapti. O'ynatib yuboryapti. Gapi yo'q, mana shuni hozir hisoblashamiz.